Ey, zo'mili hamini o'rtashiyman. Qattan o'zi paydo bo'lib qoldilar. Sal uyga yetib bormasam kerak. Bo'pti, mashti ham meni o'ldirib tashiyman. Davay. Qattan paydo bo'lding o'zi oxirgisi qoldi, mana bo'ldi. Qattan paydo bo'ldilaring, sal apokalips boshlayapti. Bizani qishloqda tushunmadim. Golemlarim qani? Keyin uyga borishga ulgurmadim men pushkalarni olishga. Ha mayli, golemlarni yaratdim. Qani golemlar o'zi qayerda yuribdi? Ana golem nimaga meni himoya qilmadi? Ya'ni zombilar meni urib tashlayotdi-yu. Man qishloqni himoya qilaman. Nimaga himoya qilmading qishloqni bo'lmasam? Shunaqa deyotgan bo'lsang, nega yaratdim sanlarni o'zi? Ey, eshitvosanmi? Men bilan san unaqa gaplashma. Nima deyapsan? Nima seni yaratdim? Nimaga bajarmayapsan qiladigan ishlaringni? Nimaga meni himoya qilmayapsan? Nimaga men bilan o'zim bunaqa gaplashyapsan? Ey, sen ezvording o'rtoqlarim bilan biza charchab ketdik. Nima qanaqa gaplashyapsan men bilan? Tushunmayapman. Go'lman seni yaratdim. Namji g'alati bo'lib ketdilaring. Sal o'zingni vazifangni bajarmayapsanlar. Hammaga salom do'stlar, meni otim Kompot, yangi videomga xush kelibsizlar. Bugun men qishloqda bitta o'zim qoldim. Men golemlarni hisoblamasdan o'zi qishloqlar ham ketdi, qanaqadir bayaramga ketib qolishdi. Shuning uchun men bu qishloqda bitta o'zim qoldim. Shuning uchun men bu qishloqni himoya qilishga qoldim. Golemlarni yaratdim, lekin golemlar hech nima qilib bermayapti. Nimaga hech nima qilib bermayapti tushunmayapman. Shuning uchun kerak emas, olib tashlayman hammasini. Men katta bo'lib qoldim bu qishloqda himoya qilish uchun bu qishloqni o'zim qoldim. Golemlarni yaratsam men yordam beradi. Menga qaraylik gapirishini. Tushunmadim, o'zini vazifani bajarmayapti. Shuning uchun olib tashlayman, kerak emas. Ya'ni 5 ta golem qildim, yana boshqa golemlarni hozir topishim kerak. G'alati bo'lib ketibdi-ya, qanaqadir g'alati golemlar qilib qo'yibman. Ha mayli, boshqa yana 5 tasini topishim kerak. Qayerdan topaman endi? Hammasini o'ldirib chiqishim kerak. Nima u? Ey, nimaga meni o'rtog'imni o'ldirding? Nima, namcha yaqin kelib olding sen? Nima deyapsan? Qanaqa o'rtog'ingni? Hozir meni o'rtog'imni o'ldirding-u, davay qaytar endi. Nima? Qanaqa qilib qaytaraman? Qanaqa gaplashyapsizlar o'zi men bilan? Ey, Kompot, tushunmayapman, qaytardim. Qanaqa qilib qaytaraman? Golem olib tashladim-u, kerak emas sizlarga hech kim. Bunaqa golemlar menga kerak emas. Ey, menga qara, eshitvosanmi? Biza bilan unaqa gaplashma. Biza o'sha charchab ketdik sendan, Kompot. Hozir biz tashlayman basharingni. Nima qolsan golem? Voy ezvording nima bo'lib qoldi sizlarga golem? Ey, biza ketyapmiz. Ketsalaring ketuvlaring. Qanaqadir ahmoq ekan, kerak emas menga bunaqa golemlar. Biza yana kelamiz qasos olishga o'rtoqlarim bilan. Ha bo'ldi, kelsin-ke, menga farqi yo'q. Do'stlar, qanaqadir g'alati bo'lib qopti. Golemni tezroq suv ichib olishim kerak. Ana suv ichib oldim. Nima bo'pti bu golemlarga? Otorganni ko'rdinglarmi? Shunaqa chuqur qilib qo'ydi. Otorgandan даже yerga meni. Qanaqa g'alati golemlar bu? Nima unaqa golem yaratdim? Men buni qaraylik, chuqur qilib qo'ygandan o'tgandim mana. Nimaga g'alati golemlar yaratib qo'ydim men? Qanaqa bo'lib ketdi golemlar tushunmayapman men. Mayli, endi yana kelamiz nima? Kelsa, menda pushkalar bor yana. Bekor shu golemlarni yaratibman o'zi. Ha mayli, endi maza qilib dam olaman deganimda shunaqa payt bo'lib qoldi, zombi kelib qoldi. Keyin golemlar nima qilishni boshladi. Golemlar menga yordam beradi desam, menga tashvish qotdi-yu golemlar. Mayli, tak. Bir pas dam olib olaylik, keyin sizlarga aloqaga chiqaman. Hozir dam olayotganimni videoga olmayman-ku. Bo'pti do'stlar, men bir pas dam olib olaman shu yerda. Ey, Kompot! Nima bo'pti? Qanaqa ovozlar chiqyapti ko'chadan? Kompot, tezroq chiq! Nima bo'pti? Kompot! Nima eshikni taqilyaptimi? Ko'chaga nima? Golemlarmi?
pushkalar olaman, bo'lmasa pistolet. Namunchko bular. Ey, bu yoqqa. Ochib tashlayman. Namunchko bular, namunch hamma o'rtog'ini chaqirib keldimi bu rostdan ham. Bo'lmasam hammasini o'ldirib tashlayman. Namunchko mamizlarga chiqib qolibdi. Qanaqa chiqib qolgan bular? Mamizlarda ko'p namuncha ishi mashaq kirib olaman tezroq. Kampo, tezroq chiq, bo'lmasam uyini biz tashlaymiz. Biz sen zo'r. Voy, menga farqi yo'q. Biz olmaydi bu yoqqa kira olmaydi. Nima qo'yibdi bular? Go'limlar nima bo'lib qoldi do'stlar? Sizlarda ham shunaqa go'limlar bo'lib qoldimi? Men pushkalarni olaman, keyin hammasini olaman. Hammasini ochib tashlashim kerak, yo'q qilishim kerak bu go'limlar. Mana eshikni yopib qo'yaman. Oynalarni yopib qo'yaman, chunki eng kerakli narsani yopib qo'yishim kerak. Eshikdan kira olmaydi, oynani ham buzib kira olmaydi. Tomdan chiqaman, tomdan shularni ochib tashlayman bo'lsam. Bo'ldi, mana shu pistoletlarimni, pushkalarimni tomdan otib tashlayman. Hammasini yo'q qilib tashlayman, hozir shu go'limlarni. Davay, hamma go'limlarni yo'q qilib tashlayman. Oy. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. O'qlarim yetarmikan? Mayli, ochib tashlayveraman. Siqilib o'qlarim yetsin. Davay, hamma ochib tashlayman. Hozir ne yaratdim sallani. Vashshi vazifasini bajarmayapti bular. Menga qarshi chiqyapti, lekin menga chin nima qilib qo'yishyapti. Tezroq hammasini o'ldirib tashlashim kerak hozir. Bu qishloqni portlatib olmasin. Keyin qishloqqa kelganda menga nima deydi? Davay, hamma ochib tashlayman hozir. Ochib tashlayman. Mamnaq narsa ham bor menda, lekin uni oxirida ishlatishim kerak. Bu bittada otib tashlagan narsa AVM bor, snayperskiy. Davay, hammasini otib tashlayman hozir. Ani pushkani oxirida ishlataman-ki, tomligi ham chiqibdi. Kallasiga otib tashlayman. Hamma go'lim vashshi kerak emas narsa ekan o'zi. Pistoletimda davay. O'qim tugayapti-yu, o'qim tugadi. Nima qilaman endi? Mamma akar bor, yana keyin hamma narsa bor. Bu narsani hammani yig'ib bittada otib yuborish kerak. Bu juda ham kuchli, shuning uchun birinchi o'qimni buni o'qini tugatib olaman, keyin uni ishlataman. Taq, hammani otib tashlayman hozir. Bo'ldi shakillar, yoki yana bormi? Men yana bor ekan mamizlarda. O'qim ham qolmabdi-yu, voy. Mayli, vaqt keldi ham narsani ishlatishga. Bo'lmasa ketdik. Hammani bitta joyga yig'ib olaman. Davay, bu yoqqa kelinglar, ketdi. Uni chinchil qo'yib qo'yishganni hozir o'shani ham ochib tashlashim kerak bo'lmasa, bosor chinchil juda ham yomon bo'lib ketadi-yu. Davay, ketdik. Hammani bitta joyga yig'ishim kerak. Bu yerda ham go'lim. Namunchko bular. Davay, hozir ochib tashlayman hammani. Yig'ildinglar. Poq. Ana. Bo'ldi, davay, mech bilan olib tashlayman buni. Pushkam qolmadi, patronim, o'qim qolmadi. Mana ochib tashlayman endi. Bitta qopdi, bitta go'lim. Uni mech bilan o'ldirib tashlashim kerak, chunki voy, nima qilib qo'ydim. O'zimga yo'l yo'q qo'yimman, mayli, mamyetdan olamiz. Azgincha bloklarni keyin qaytarib qo'yish kerak, bo'lmasa qishloqlarnikida o'shaning uchun. Davay, bo'lmasa mech olaman, keyin ochib tashlashim kerak. Mana shu bittasini o'ldirishim kerak. Bitta dona go'lim qoldi. Yaxshi, hammasi o'lib ketdi. Davay, ketdik, tezroq chinchiga tegish kerak emas, qilaman uy yonida как раз. Davay, bu yoqqa bronya kiyib oldim. Yana men temiriga qarshi temir bo'lyapti hozir. Ana bo'ldi, tugadi. Davay, sekin men bu portlatib ketmasin, bo'ldi. Chinchilarni ham olib tashladim. Bo'ldi, ana hamma go'limlarni ham o'ldirdim. Men yerda chuqur qilib qo'ydim. Mayli, yopib qo'yaman keyin. Do'stlar, ko'rdinglarmi? Bugun go'lim yaratdim. Qanaqadir g'alati bo'lib ketdi go'limlar. Bunaqa go'limlarni men anchadan beri ko'rmayaptim. 3 yil oldin ko'rdim. 3 yil oldin qishloqqa hujum qiluvdi, esimda bor. O'shanda yomon bo'ldi. Mana ko'rsatib qo'ydim videoni. 3 yil oldin hujum qiluvdi qishloqlarga. Keyin yana hozir hujum qilyapti menga. Men tuzatib qo'yishim kerak mana shu serkvi endi. Mayli endi.
Oy do'stlar, bugun qiyin kun bo'ldi qanaqadir. Qishloqlar bugun kechasi kelish kerak, ishqilib yana go'limlik olmasam, mashinani tuzatib qo'yishim kerak qishloqqa kelishiga. Chunki meniki emasda bu zo'r qilib tuzatib qo'yishim kerak. Mashinadan olib turuvdim u narsalarni. Tak, botga qo'yaman, yana botga i bo'ldi, почти tayyor bo'ldi. Mana shu ham mashkoyni ochib qo'yamiz i bo'ldi, birga borib bo'ldi, yana boshqa qilib qo'yaman. Точно shunaqa qilib qo'yaman, birga bir qilib qo'yaman. Xo'p do'stlar, like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Hammaga xayr do'stlar. Bugun menga hujum qildi go'limlar. Shunaqa ishlar. Hammaga xayr do'stlar.